Assalomu alaykum. 2-sinf ona tilidan 25-mavzu davomi. 8-mashq. She'rni ifodali o'qing. Masxaraboz. Hayvonot bog'idagi maymun sakrab o'ynaydi. Birovlarni kalaka qilishni hech qo'ymaydi. Kulgi bo'lar hammaga, qilmishiga yarasha. O'zgalarni mazax qilib, o'zi bo'lar tomosha. Nega she'rga masxaraboz degan saloha qo'yilgan? Chunki bu she'rda maymun o'zini masxarabozga o'xshatib hammani kuldirmoqchi bo'ladi, sakraydi, kalaka qiladi, kulgi bo'lganini o'zi bilmaydi. Qilmishiga yarasha o'zgalarni mazax qilib, o'zi hammaga tomosha bo'lib qoladi. Shuning uchun bu mavzuni masxaraboz deb qo'ygan. Boshqalarni masxara qiladi-yu, ammo o'zi ham kulgiga qoladigan bolalar bormi? Albatta, unday bolalar bor. Birovlarni masxara qilib, lekin o'zi kulgiga qoladi. Noto'g'ri ish qiladi, noto'g'ri qiliqlar ko'rsatadi. Bu hech kimga yoqmaydi. U qilig'i tufayli yo yiqilib tushadi, yo hammaga kulgi bo'ladi. Sherdagi voqealarni 4 ta gapdan iborat matn shaklida yozing. Men o'sha she'rni mana bunday matn shakliga keltirdim. Hayvonot bog'iga borib, u yerda maymun birovlarni kalaka qilardi. Hammaga kulgi bo'lib, sakrab o'ynadi. O'zgalarni mazax qilib, o'zi masxaraboz bo'ldi. Davom ettirib yozsangiz bo'ladi. 9-mashq. O'qing. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib matnni ko'chiring. Qo'yish uchun tagida 4 ta so'z turibdi. Ataydi, eskilari, tovuq, qilaman. Bobom meni yosh fermer deb ataydi. Yana 5 ta tovuq olib berarmish. Hammasi bo'lib 11 ta bo'ladi. Qiziq, yangi tovuqlarim bilan eskilari qanday do'stlashar ekan? Juda qiziq. Men bobomning aytganlarini qilaman. Ular do'stlashib ketishiga ishonaman. O'ktam Mirziyo. Mana hikoya to'liq gapga aylandi. Nuqtalar o'rniga kerakli so'zlarni qo'yib, mana shu matnni ko'chirib olish kerak. Birinchi gapga ataydi, ikkinchi gapga tovuq, uchinchi gapga eskilari, to'rtinchi gapga qilaman degan so'zlar qo'yilib, matn chiroyli holatga aylandi. 10-mashq. Kalit so'zlaridan foydalanib matn tuzing. Foydalanish uchun so'zlar: anor, mazali, kuz, bog'. Bu foydalanish uchun kerak bo'lgan kalitli so'zlar. 10-mashq mana bunday bajarildi. Bog'imizda anor ko'chati bor. U kuzda pishadi. Bog'imizdagi anor juda mazali. Va yana davom ettirib yozishingiz mumkin. Yodda tuting, qoidani tushunib oling. Matndagi eng muhim so'zlar kalit so'zlar deb ataymiz. Chunki bu so'zlar kalit qulfini ochganiday matnning mazmunini ochib beradi. Mana bu joyda sal noto'g'rilik ketgan, chuni debdi, chunki degan so'z hosil bo'ladi. 11-mashq. O'qing. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib matnni ko'chiring. Bu joyda bizga berilishi sal noto'g'ri berilgan. Bu joyda hech qanday nuqtalar yo'q. Qo'yish uchun so'zlar ham yo'q. Biz buni chiroyli matnni o'qib, savollarga javob bersak bo'ldi. Hovlimiz katta. Har yili tomorqamizga pomidor ekamiz, chunki biz uni sevib iste'mol qilamiz. Yana pomidor sotsangiz yaxshigina daromad ham kiradi. Odatda pomidor 20-apreldan 10-martgacha yetiladi. Pomidor suv, quyosh va o'g'itni yaxshi ko'radi. Ozroq mehnat, vaqt sarflasangiz kifoya. Tez orada hosilga kiradi. Jajji Adam akademik jurnalidan. Bu joydagi hikoyani o'qib, pomidor haqida ma'lumot oldik. Savollar. Pomidor haqidagi matnni tushunish uchun qaysi so'zlar ko'proq kerak bo'ldi? Bu joyda kerakli so'zlar
tomorqamiz, pomidor, 20 apreldan 10 maygacha, suv, quyosh, o'g'it, mana shu so'zlar bu hikoyaning kaliti. Mana shu so'zlar orqali mana shu hikoyalarni davom ettirib yozsak ham bo'ladi. Siz so'zlarni o'zgartirsangiz yoki olib tashlasangiz ham matnning mazmuni o'zgarmaydi. Bu joydagi yana pomidorni sotsangiz yaxshigina daromad ham keltiradi degan gapni olib tashlasak ham bo'ladi, yoki o'sha gap ham bu hikoyaga o'z o'rnida chiroyli rang berib turibdi. Ayrim so'zlarni esa almashtirishimiz mumkin. Masalan, quyosh suv o'rniga qo'ysak, o'g'it o'rniga suvni qo'ysak, almashtirib ham bajarsak, hikoyamiz hech qanday o'zgarishi bo'lmaydi. 3-savol. Qaysi so'zlar olib tashlansa, matnni umuman tushunib bo'lmaydi? Bu joyda pomidor so'zini olib tashlasak to'g'ri kelmaydi. Suv, quyosh, o'g'it so'zlarini olib tashlasak, bu matn chiroyli chiqmay qoladi, tushunib bo'lmaydigan holatga keladi. Hosil, masalan, mehnat, baxt degan so'zlarni olib tashlasak, bu hikoyamiz juda ham bemazmun kelib chiqadi. Maktab, o'qituvchi, dars, kalit so'zlaridan foydalanib matn tuzing. Bu hikoyani mana bunday boshladim. Har kuni men maktabga boraman. O'qituvchimiz bizni yorug' yuz bilan kutib oladilar. Darsda biz har xil o'yinlar uyushtiramiz. Sinfimiz juda yorug' va davom ettirsak bo'ladi. Darsda biz o'quvchilarni o'qituvchimiz a'lo baholar bilan baholaydi. Maktab qo'ynida maza qilib o'qiymiz. O'qituvchimizdan mamnunmiz degan gaplarni ham qo'shib qo'ysak, matn to'liqroq bo'ladi. 12-mashq. Rasmga qarab 4 ta gapdan iborat matn tuzing. Bu joyda 3 ta o'quvchiga qarab chiroyli matn tuzishimiz mumkin. Bularga ism qo'yamiz va nimalar haqida gaplashayotganini va nimalar chizayotganini ko'ramiz. Men Alisher Ravshan texnologiya darsini yaxshi ko'ramiz. Rangli qog'ozdan har xil tabiat rasmlarini tashkil qilamiz. Darsimiz juda qiziqarli o'tadi. Biz o'qituvchimizdan juda xursandmiz. Undan tashqari, mana bu qizga Madina deb ism qo'ysak, u devoriy gazeta tashkil qilmoqda. Va shu kabi gaplar orqali chiroyli matn tuzing.